Assalamu alaykum eldaşlarım. Ben hamma eldaşlarımni şu bahar bayramı, Navruz ayyamı bilen, Ayit bayramı bilen hamma eldaşlarımni yurtimning hamma xalqini tabriklayman, chin yurakdan tabriklayman. Xudoyim shunday bayramlarni ko'pisini yetirib, sog'lik, omonlikda hamma uyinda baxtli oila bo'lib yashashini tilakdoshiman. Shu xalqimning dekanchiliklardan qut barakat berib, yurtimiz tinch bo'lib, osmonimiz musaffo bo'lib, hammamiz sog'likda yurishni istayman. Shu xalqima hamma baxt saodat ham dilayman. Elimiz tinch, yurtimiz farovon bo'lsin, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin, dosturxonlarimiz hamma vaqt do'kin sachin bo'lsin. Etgan tutganimiz to'ylarimizga buyurg'ay Xudoyim. Mana sumalak saynida o'tiribmiz, hammamiz sumalak pishirib turibmiz, yana xalqimizga tarqatib, shu bayramda xalqimizga tarqatib turibmiz. Gülüp oynab yeyler Xudoyim. Dekanchiliklardan qut barakat bereyim. Şu yurt başımızdan sağ aman boğuy. Şunday elimizni boshqarib yurgan akalarim, ukalarim ham sağ oğuy Xudoyim. Bizlere shunchalik sharoitlarni akşamdan bana yaratib berdiler, yedirib, içirib. Rahmat, so'nib o'tirdik şöyle bayramda sumalak pishirib. Rahmat hammasine. Navruz alemi bilen yurtumuzni saqlayan eli, gülüse elini chin kalbimden, elim namından tebriklayman. Yurtumuz tinç, asmanımız sabah olsun. Deryamıza su versin. Dekanlarımızın dekançılıkına bereket versin. Hiç kim baktı yatmasın. Yine elimize hizmet versin. Ey Allah'ım üstümelek teratiyatıyla, yekkalı kızlara, eyle yakışırlarına rahmet verelim. Elbaşımız sağ olsun. Yurtumuz tinçlikini versin. Tebrikliyim hammayı. Elimizin günümüzü bayramlar bilen. Mübarek olsun. Hurmatli mahalladoshlar, bugungi Navruz ayam bilan barchangizni tabriklayman. Yurtimiz tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Shu Navruz ayamida yana sumalak saylini tashkil qilganlara sizlarga ham katta rahmat. Qo'l oyoqingiz dard ko'rmasin. Mahalla oqsoqollari, yana domkomlar hammasi o'shada bir bo'lib mehnat qilib turibdilar. Ularga katta rahmat aytamiz. Yurtimizda shunday bayramlar ko'p bo'laversin. Shunday bayramlarga hammani bag'ri butunlikda yetiraversin. Barcha mahalladoshlarimizni shu Navruz ayyomi bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Sumalak ayyomlari muborak bo'lsin. Qolaversa mana tashabbusli byudjet tadbiridan yaxshi o'rinlarni olib, yutuqlar bilan chiqdik. Xalqimizga muborak bo'lsin. Bayramdan bayram yetiraversin. Rahmat.